Assalomu alaykum yana bir qancha azizlarimiz telegramdan duo qiling deb so'rayapti. Alloh taolo avvalambor yurtimizni tinch qilgin, yurt boshimizni salomat qilgin, diniy dunyoviy rahbarlarni Alloh salomat qilgin. Alloh taolo bemorona aql islomlarga shifo bergin, qarzdorona aql islomlarga najot bergin, farzand talablarga solih o'g'il qiz zurriyatlar ato qilgin. Alloh taolo hammalarimizni qilayotgan kasb kamolotlarimiz, tijorat, sanoat, dehqonchilik, chorvachilik, Alloh taolo har jahada qilayotgan Parvardigor mehnatlarimizga halolingdan, g'oyibingdan barakotli mo'l rizq ato qilgin Parvardigor. Alloh taolo hammalarimizni zurriyotlarimiz bilan baytingga chaqirgin. Qalblarimizdagi eng yaxshi niyatlarimizni a'losiga tez kunda yetkazgin Parvardigor. Kimki nimaiki niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetkazgin. O'qishga kiraman deb turganlar Alloh taolo a'lo baholarga o'tib, yurtga xizmat qilmoqligini nasib etgin. Safarda yurgan aka-uka opa-singillarimiz Alloh taolo hammalaridan salomat qilgin. Ularni ham oila a'zolari bilan baytingga chaqirgin. Allohu akbar.